lekin biz kuzatib turgan barcha tomoshabinlarni do'stlar, xudo xolasa endi mana biz bugun Samarqandga yetib keldik. Nasib yomg'ir yog'yapti. Lekin shu holatda biz Xorazmga qarab yo'lga chiqqanmiz. Xorazm tuproqdalar. Xudo xolasa shu yerda asosimizni suruqga qilib aytamiz, nasib bo'lsa endi Samarqandga yetib keldik. Kechga kirib boramiz. Xorazmda bu 3 yo 4 sinfkamiz bo'ladi. Bu tomonlardan kam zakaz tushgan, lekin tomonini xohlasa ko'rib boraverasizlar. Buxoro 282 kilometr,